meni otib tashiyman. Yo, what the fuck, mayli o'qimni bekorsiz narsalarga sarflamay. Xo'sh, buni qo'yib qo'yamiz. Hop, hammaga salom-alaykum. Men krasavchik Marko bo'laman. Albatta, videoga qulay o'rnashib olinglar. Video juda ham qiziqarli bo'ladi, o'g'lincham. Xullas, bugun bizani yo, what mayli o'g'lincham, hozir biz ketmon izlamoqchi edim, lekin ketmonimiz yo'q ekan. Xullas, biza bugun juda ham ishlarimiz ko'p, shuning uchun ham siz albatta bizga quvvat bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling. Xo'p, mayli. Bizning ketmonimiz bo'lmagani uchun obunachilar, maysam bo'ladi. Mayli. Yo, stop. Bolalar, bu yerda tosh yo'q. Bu yerda loy. Yo, mayli oddiy narsalar olmayman. Mayli, maysam e'tibor bermaymiz. Ha, mayli. Lekin cho'ta netoda bolalar agrot tagida tosh turmaydi. Tosh tursa, maysam mana bu agrot o'smasligi mumkin obunachilar. Da, buni tagini ham bir yaxshilab bir solishtirib chiqish kerak. Bu nima bo'layapti? Merdan so'rab ko'ramiz obunachilar bugun. Xullas, bola o'zi nima gaplar, tinchlikmi, yaxshimanmi, yoqamay chikki-pikkimi, ottiqdaymi? Xo'p, agar zo'r bo'lgan bo'lsa, albatta zo'r bo'lib qolaversin, hech qachon nima desam bo'ladi, hayotdan tashvishlanmang. O'zi hayot go'zal, bolalar. Hayot go'zal, prosta tak uni qanday o'tkazishga bog'liq bo'lmoqchi. Siz qanday o'tkazsanglar, siz hayotni kun bilan o'zlaring planlaringni bajarib, hamma planlaringni bajarib uxlaysizlar, bola qanday hissiyat bilan uxlaysizlar. Xuddi nima desam bo'ladi, ana shunday gap bo'ladi, o'g'lincha. Shuning uchun ham har doim maqsadinglardan to'xtamanglar. Bolalar, masalan, men ham hali ham birga bo'lganim yo'q, shuning uchun ham masalan, albatta kanalga obuna bo'ling. Shuning uchun ham men har kuni video chiqaryapman. Chunki biz men tezroq birga bo'lmoqchiman va aytgancha bo'ladi. Videoni harna yarmigacha ko'ringlar. Iltimos bo'ladi, sizlardan bitta shu iltimosim shu bo'l. Yarmigacha ko'rsanglar bo'ldi, bola. Men sizlardan ortiqcha narsa talab qilmayman, bola. Faqat yarmigacha ko'ringlar bo'ldi. Xo'p. Bu yoqqa bunday qilamiz ekan. Xo'p, bu yoqqa bunday ekanmiz. Va buni bunday qilamiz. Ajoyib obunachilar. Va biza mana bu narsani so'rashimiz kerak hozir yerdan. Bu narsa meni hayotda esimdan chiqmaydi. Xo'sh, endi bizlar mer o'zi uydanmikan jinosin. Hop, bu yoqqa endi sabzi ekamiz va u tarafga ham ekishimiz kerak. Xo'sh. Oppa, bo'l, ajoyib. Va bu yoqqa sabzini ekamiz obunachilar. Oppa, ajoyib. Va bu yoqda yo'q, bitta qolib ketibdi-ku bunda. Xo'p. Biz bu yoqqa sabzini ekamiz, chunki bu vaqa bu tarafda men sabzini oldim obunachilar. Xo'p. Mayli, endi bu tarafga polni kartoshka ekamiz, chunki sabzimiz kam bizdan ozroq bo'lsa ham ikkita inventarning joyini egallab tursa obunachilar, salgina nima desam, sabzi ko'proq ko'rinadi. Xo'sh, bo'ldi. Bu yoqda ham yo'q va endi bu yoqqa kartoshkani ekib chiqamiz, chiroyli qilib obunachilar. Xo'sh, bola 14-yanvarga nima sovg'a oldinglar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, bola. Menimcha toza muammoli ish emas va bo'ldi. Endi merga topshiramiz. Assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? What the fuck? Mer uyda yo'q ekan. Mayli. Men u narsani so'ramoqchi edim. Xo'p, mayli, unda bugun narsa ham normal edi-yu. Maqtardida, ha, mayli, jinursin. Mayli, shunisiga ham boriga shukr qilamiz obunachilar. Xo'sh, endi bizaga hozir yo, what the fuck, uni tashlab yuborishim kerak-ku men. Xo'sh, mana shunday. Mana buni oppa tashlavoramiz. Xarosh. Va bu yoqqa eshitamiz va obunachilar biza buni narsani aniqlashimiz kerak. Xo'p, bizga kirka kerak bo'ladi va bolta kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi va qilich kerak bo'ladi obunachilar. Buni bosh kiyimni kiyib olamiz. Qanday bo'ladi? Yarashdimi? Albatta kommentar yozib qoldiringlar. Xo'p. Bolalar, o'zi bu narsa nima qilib? Bu yerda tosh sakrasam ham hech bir bo'lmayapti. Demak, bu mustahkam tosh. Bu yerda esa oddiy loy. Xo'p, bola buni aniqlab kiritish kerak. Tak. Biza primerni davaydi mana shu yerdan tushamiz. Qani, oddiy narsa bu yer. Xo'p, bu yoqdachi? Bu yoqda ham oddiy. Yo, what the fuck? Yo, to'tida bola, buni qishloqlar ko'rish kerak emas, chunki qishloqlar ko'rsa meni vashiyani qilib qo'yadi. Yo, what the tak, stop. Obunachilar, men hozir agrotum tagidaman va agrotum tagida qanaqadir sirli bunker bor ekan. Yo-mayo, eng qizig'i bu yerda svet ishlayapti. Mana uni bunday qilsa, mana svet o'chgan holda, bu yerda demak odam bo'lgan.
Yo-mayo. Tak, stop. Qanaqa yorliq chiqyaptimi? A, a, bu yerda eshik bor ekan. Lekin bu to'sib tashlangan jinursin. Buni ochib bo'lmayapti. Ay, jinursin. Mayli, bu keyin qattiqroq chopib ko'ramiz. Xo'p, bu yer agotim tagi va ay, jinursin. Bu yerda haqiqiy oltinlar bor ekan. Yo, what the fuck? Haqiqiy oltin. Haqiqiy olmos bloklari. Yo-mayo. Obunachilar bu almos bitta blokiga deyarli Minecraftning 25%ni sotib olsa bo'ladi. Bu yerda katta boylik yotibdi. Agar buni mer ko'rsa, hammasini o'zimga qilaman dedi. Bu esa haqiqiy olmoslarning qazilmagani. Demak, bu yerda kimdir bo'lgan. Obunachilar, bundan hammasidan kamgina olamiz. Juda ko'p olmaymiz, sababi ko'p oladigan bo'lsak bizni bilib qolishadi. 5 ta olamiz va bo'ldi. Men 6 ta olamiz va bo'ldi. Va endi obunachilar bu yoqdan ham 6 ta olamiz, shu bilan yetib qoladi. Yo-moyo obunachilar, men deyarli men boyman. Yo, bo'ldi. 3 ta qolsin. Xo'p, bu yoqdan ham примерно bir 6 ta olsam, yo-moyo, hali bunaqa narsalar bor ekan. Va bunaqa yashiklar bu nima ekan? Jinursin, mayli. Biz o'zimiz narsamizni olamiz va astagina bu yerdan surishga harakat qilamiz. Chunki hozir bir narsa bo'lsa, bizning muammomizga qolib ketishi mumkin. Mayli, buni qani yashirib qo'yay tep inventarimga har holga qarshi. Va bu yerda bunaqa narsalar va yog'ochlar. Jinursin, bu yerda bir narsa qoqib tashlanganmi? Yo'q, lekin hech narsa yo'q. Mayli, buni ichida-chi. Buni bolta bilan chish kerak. Oppa. Yo-mayo, buni ichida hech narsa yo'q. Unisidachi, balki unisi bir narsa bor. Yo-mayo, musor paqib nima qilyapti? Mayli, qani buni ochamiz. Qani och. Oppa. Xo'p, ochildi menimcha. Qani yo, what the fuck? Bunchada ham hech narsa yo'q ekan. Mayli. Va bu yerda chelak suv toza. Suv toza obunachilar. Yo-mayo, bu buchkalar ham bor ekan. Yo-mayo, bu buchkani buni ochib olarkan va sindirishim juda ham oson buchkani. Xo'p. Mayli, bu yerda yo-mayo, qutilar bormi? Bu yerda? Yo, ay, what the fuck? Obunachilar, sizlar ham ko'rdinglarmi? Bu yerda qanaqadir narsa yotibdi. Bu nima? Qabrmi? Yo, bu ay, nerasi tezroq. Oppa. Stop. Bolalar, bu maketga o'xshayapti. Menimcha bu yerga tushgandan qo'rqish uchun narsa bo'lsa kerak. Nuda. Tfu. Xo'p, bu nima ekan? Bu qabr. Yo, what the fuck? Qabr ekan bolalar. Nuda. Bunaqasidan qo'rqmaymiz va bu yerda hech narsa yo'q. Va bu yerda yo'q. Bolalar, men qurol topib oldim o'q bilan. Yo-mayo, bolalar, astaga otib ko'ramiz, hech kim sezmasligi uchun. Qani? Yo, what the fuck? Yaxshi, buni olib qo'yamiz. Bizani hozir himoyalash uchun. Xo'p. Bu yoqda boshqa hech narsa yo'q, tepada esa. What the fuck? Bu narsa nima edi bo'ldi endi? Bu temir va buni dinamitlar bor ekan. Jinursin. Voy lanati. Qani? Bu rostdan o'zi oltinmi? Yo'q, bu rostdan oltin ekan. Jinursin. Rostdan oltin ekan. Yaxshi. Xo'p, biz boyib ketdik. Va bu yoqani va temirni bitta ko'rib ko'ramiz. Qanaqa temir bu? Qani? Yo, what the fuck? Menimcha normalniy obunachilar. Xo'p, bo'ldi. Buni oldik. No qanaqa ekan? Bu juda oltinga qo'shilmadi. Va bu yo, bronza ekan obunachilar. Bu bronza. Bo'ldi. Bronza bilmaganlar uchun bu bronza temirning yana bitta turi, faqat ranglisi bo'ladi. Xo'p. Bu kerak, bola, buni sotsa ham bo'ladi. Va bu qanaqa dinamit berilganmi menga? Yo, what? Bu portlamaymish qilib. Qani? Yo'q, portlamaydi bolalar. Birosa dizaynga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, uyimizga va tepalarda echpala. Yo'q, bu yerda oliy po'pinaklar bor ekan. Va bu yerda echpala yo'q, obunachilar. Xo'p, juda bu yer antiqa joy. Obunachilar, biz eshikka urinib ko'rmoqdan sindirishga harakat qilamiz. Yo-mayo, ba'zi sindirib oldim. Hayrat. Xo'p, endi bunisi sindirib olamiz. Yaxshi. Mana bu ham quflangan ekan. Jinursin. Qana, yo'q, boltani ochib qo'ymayapti. Hoppa. Yo-mayo. Sagina qol tushib ketishimga lavaga suv tushardim.
Oppa, bo'ldi. Bu yerga iloji boricha tushib oldim. Eshik olib qo'yamiz. Iloji boricha lever bilan tushamiz, chunki obunachilar buni ichkarsa kimdir bo'lishi mumkin. Bu yerda lava bor ekan. Jin ursin, mayli. Hoppa, yo, what the fuck? Buni ichida kimdir borga o'xshayapti. Mayli, bu yoqqa o'tib ko'rishga harakat qilamiz va buning ichida yo'q, hech kim yo'q. Da mayli, biz ishimiz bo'lmagan taqdirda ham bu yerdan tezroq ketishga harakat qilamiz. Hoppa, yog'ochcha qo'yamiz va bu yerda iloji boricha surishga harakat qilamiz. Oluncha bo'ldi. Bizda bu yerda ishimiz qolmadi. Svet o'chiramiz va biz bu yerga deyarli kelmadik obunachilar. Bo'ldi. Bizning ishimiz qolmadi. Biz ozroq nima desam, loy blok kerakda bizga tepaga chiqib ketishimiz uchun. Xo'p, mayli, buni ozroq olamiz va tepaga chiqib ketamiz. Bo'ldi obunachilar. Xo'p, bizga endi what the fuck? Qo'rqib ketdim. Xo'p, bu yoqqa chiqamiz. Tez. Va qishloqlar ko'p qolmasin, bo'ldi. Va bizga jinoson buni loy blok qilib qo'yib ketishim sezmasa kerak va bo'ldi. Biz ancha boylik olib chiqdik obunachilar. Buni endi iloji boricha tezroq yashib qo'yishimiz kerak. Xo'p, buni bu yoqqa. Xo'p, buni hammasini yashirib qo'yamiz obunachilar. Xullas, obunachilar, men uy haqida qisqagina ma'lumot sizlarga beradigan bo'lsam, uy juda ham yomon ekan bo'lar. Masalan, sizlarning algoritm tagida shunaqa narsa paydo bo'lib qolsalar, iloji boricha kirmanglar. Unda boylik bo'lsa kirsa bo'lardi, lekin obunachilar, men yomon qo'rqib qoldim. Shuning uchun ham hozir vahimal gapiryapman. Xullas, bo'lsam hammaga xayr obunachilar, sizlarga men Marko bo'ldim. Albatta, to'xtalishimni o'ylayman. Albatta, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmasa degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'lishni hech qachon unutmanglar. Albatta kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.